Bu bola qayerda ekan a? Bir topib gaplashib bo'lmaydi. Sherzod! Oy Sherzod! Oy, qo'llarim uzilib ketdi. Assalomu alaykum oyi. Meni chaqiryapsizmi? Seni chaqiryapman. Bugun ustozing qo'ng'iroq qildi. Sen bola o'zi maktabda nima ishlar qilib yuribsan? Ustoz ham gap tashuvchi ekanda. Maktabda hammasi yaxshi oyi. Bezorliging, betarbiyaliging jonimizdan to'ydirdi deyapti. Kamiga dars tayyorlamas ekansan-a? Oyi, 11-sinf bo'lsak, kitob daftarga balo bormi? Boshqa gap so'zlarga keladigan bo'lsak, bo'p turadi-da endi. O'g'irlik qilmasam, har xil tabletkalar ichmasam, asosiysi shu-ku oyi. Sen bu kechda shuni ham qilasan. Asabiylashmang oyi, meni kallam joyida. Ustozimni hamma gapiga vahima qilavermang oyi. Ularni shuda hamma narsani oshirib-toshirib aytib berish. Bu gaplar hech ham quruq gapga o'xshamayapti. Men seni shu umidlarda katta qilyapmanmi? A? Yurishingni qara, takasaltanga o'xshaysan. Undan ko'ra ukangga o'rnak bo'lsa bo'lmaydimi? Oyi, yaxshi bola bo'laman endi. Shundoq ko'chaga chiqib kelay, va'da beraman, kelib aniq o'zgaraman. Har gal shunaqa deysan. Yana qayerga ketyapsan? Undan ko'ra uyda darsingni tayyorlasang bo'lmaydimi? Sumkam Jamshidnikida qolib ketibdi. Qaytishda birato'lasi olib kelaman. Tezda kelaman oyi. Ey bola, to'xta deyapman senga. Qulog'ingga gap kiradimi, yo'qmi?